Chorbozorchi hikoyasi. Men uni juda yosh vaqtlarimdan buyon taniyman. O'lguncha yuraksiz ekanini ham bilaman. Bir kun mahallamizga hovli ko'radigan doktor keldi. Ahmad Sedob bu ovozani eshitishi bilan yuragi qinidan chiqib, behush bo'lib qolibdi. Betiga suv purkab o'ziga keltiribdilar. Sababi uyda kir o'rasi yo'q ekan. Ahmad Sedob inqilobgacha vafurush edi. So'nggi paytlarda do'kon dastgohini yig'ishtirib, chorbozorchi bo'ldi. U qo'l kelgan narsani hammasi bilan savdo qiladi. Foydagarlik qaysi molning ustida yaxshi bo'lsa, o'shanga qarab og'adi. Bir vaqtlar shiravor narsalarning bozori chaqqon bo'ldi. U darrov attorivor buyumlarni yig'ishtirib, dastmoyaga novvot, qand, parvarda xarid qildi. Shiravorlikning bozori o'lgan edi, tayyor ko'ylak-ishton, paxtalik shim, yovliqlar bilan savdo qila boshladi. Hamma narsalarga ham xaridor topilmaganda sharoiti iymon, tasbih, xurmo va duo yozilgan qog'ozlar bilan qishloqma-qishloq yurdi. Umrining oxirgi paytlarida yana attorivor buyumlar sotish bilan kun kechirdi. U o'z kasbining har pallada o'zgartirib turishiga qaramay, xaridorni o'ziga og'dirishga epchil. Shiravor narsalar bilan savdo qilayotganda labingizni labingizga payvand qiladi. Tobingizni me'yoriga keltirsa pul bering. Qandasha xo'r azamat deydi. Tayyor kiyim-kechaklar bilan oldi-sotdi qilganda, mabodo siz biror narsaning bahosini so'rab qolsangiz, baloga qolasiz. Masalan, birorta dehqon kelib, "Mana bu shuming necha pul?" deb qolsa bo'ldi. Xaridorni yerga o'tkazadi. Qo'lidagi shimga ishtonbog' taqadi. So'rovchining oyog'idan maxsusini tortadi, shimni kiydiradi. Agar jussasiga mos kelsa, "O'lmang, kiroyi mol olganday bo'lasiz. Sizga juda o'tirdi. Choklari ham ikki qaytadan tikilgan puxta, bir umr tepkilab kiyadigan-da, asl molda tamom bo'lmaydi. Xayr, sizga nasib qilgan ekan, yaxshilikka buyursin" deydi. Xaridor narx so'raydi. Ahmad Sedob unga bir qarab oladi-da, "Endi gap pulda emas. Moli hozirgi mollardan emas, yangangizning bisotidan. Qadimdan qolgan ekan. Attaylab o'zimga tiktirgan edim, sal tor keldi. Siz o'zimizniki 7 so'm berasiz" deydi. Xaridor cho'chib, shimni yecha boshlasa, qo'lini ushlab to'xtatadi-da, "Xayr, qani shoshmaysiz, qancha berasiz" deydi. Xullas, xaridorning u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib shimni sotadi. Shariati iymon, tasbih, duo qog'ozlari sotganda ham u juda biyron. Makkadan kelgan, ataga 2 dona edi. Bittasini noilojlikdan sotaman deydi va tasbihni ko'rsatib, "Endi ham bo'lsin-da, qadriga yetgan musulmonga sotaman" deydi. Shariati iymoni so'ralsa, Shomday sharif, Choruqi sharif, Miskoni sharif deydi va palaxsa suratli duo qog'oz sotganda. Attorivor buyumlarga xaridor bo'lsangiz, u bitta oynami, taroqmi, saqchmi nima bo'lsa ham sizga yaxshi mol ekanini maqtay narx aytadi. Siz kamga so'rasangiz, qo'lingizdan molni tortib oladi-da, jahl bilan "Yur uka, kooperativga bor. Koshki u yerdan bundan narsa topa olsang. Seni odam deb jo'yalik narx aytgan edim" deydi. Ahmad Sedob kooperativ bilan hech chiqisha olmaydi. Yuragida kooperativga qarshi raqobat o'ti gurillaydi. Kundan kunga qishloqlarda ochilayotgan kooperativlarni, ularda qator uymalashgan dehqonlarni ko'rib, odamlardan insof ketdi deb tilidan o'tkazadi. Agar biror kishi uning oldida kooperativdan so'z ochsa, echkini o'z oyog'idan, qo'yni ham o'z oyog'idan osadilar. Senda ikkita yo'l bor. Bittasi o'ng, bittasi so'l. O'ng yo'l qolib so'l yo'l bilan kooperativdan savdo qilsang, jazosini ko'ra berasan. Uning butun moli bizdan olingan налогdan deydi. Uni har doim yelkaga ko'targan xurjoni bilan atrof qishloqlarda bozor kunlari ko'rish mumkin. Juma bozorda, shanba yarmarkada, yakshanba eski Toshkent qishlog'ida, dushanba To'ytepada, seshanba Qovunchida, chorshanba Chinozda, payshanba Tilovda va hokazo. Biz juma bozorga yaqin bir qishloqda Muhammadjon degan o'rtog'imizning yeriga chiqdik. Atrofni aylanib zerikkanimizdan so'ng o'rtoqlar bilan qishloq bozorini tomosha qilgani chiqishni ma'qul ko'rdik. Bozor dehqonlar bilan to'la edi. Kooperativlarda odam sig'ishmaydi. Muhammadjon aka sigirga arqon olmoq uchun bizni bir samovarga o'tkazib, o'zi kooperativga ketdi. Oradan 5 minutcha vaqt o'tgandan so'ng kooperativlar oldida to'polon ko'tarildi. Odamlar o'sha tomonga qarab yugura boshladilar.
Muhammadjon aka o'sha tarafga chopib bizning oldimizga keldi va hovliqib, bizning qo'shni ko'kanni xudo urib qolibdi. Kooperativdan gugurt olaman degan ekan, pulini kisavurga oldiribdi, dedi. Biz hammamiz samovardan odamlar g'ujg'on o'ynagan yerga yugurdik. Dehqonlar ko'kanni o'rtaga olib surishtirmoqda edilar. Bir xurjun ko'targan o'rta yoshli cho'qqi soqol kishi emish. Kooperativni oldida ko'kanni yoniga surkalib turgan ekan. Bir aylanib qarasa, puli yo'q emish. Odamlar ko'kandan kayfiyatini bilgandan so'ng tarqala boshladilar. Yana oradan 5 minutlar o'tar o'tmas mol bozorga to'polon chiqib qoldi. Kisavur ushlandi. Dehqonlar otliqmi, yayov kisavurni o'rtaga olib olomon qilar edilar. Biz ham yugurib borib o'rtaga siqildik. Kisavur o'lim oldida yerga cho'zilib yotgandi. Otlarning oyoqlari atrofdan kelgan tosh, g'isht, kesaklar. Birdan qay ko'zim bilan ko'ray, chorbozorchi Ahmad Sido. Yelkasidagi xurjunni yerga tushib, ichidagi narsalar atrofga sochilgan, ayniqsa 2-3 taroq egasi chorbozorchining holiga tishlarini irjaytirib kular edi. Endi shu kasbni topgan ekansan, jazoingni topsan deb ko'ngildan o'tkazdim. Militsiyalar kelib odamlarni tarqatdilar. Kisavurni o'limdan qutqarib, shahar kasalxonasiga jo'natdilar. Biz ham Bafurja Muhammadjon akaning qo'rg'oniga qaytdik. Kechqurun ko'kan bir tarvuz ko'tarib chiqdi. Shunda biz qancha pul oldirdingiz deb so'rasak, aylanaylar 2 xurma sut sotgan edim. Mirikam 3 tengami, mirikam 4 tengami, hayotovur esimda yo'q deb javob berdi.